Hop akalar, Magicar 101 pultida eshik ochganda eshik ochiqlik ogohlantiruvchi funksiya yoqishni ko'rsatamiz. Buni ko'pchilik so'radi, 101 kelmayotgan sababli ololmayapti. Ko'p pultlar qo'ydi, 905, 906, 907, 908, 909 qo'ydi, bitta 101 qolgan edi. Endi bunga navbat. Xo'p, buni yoqish uchun birinchi, ikkinchi knopkasini bosib turamiz. Mana 3 sekund. Bosib turganimizdan keyin menyuga kiradi. Xo'p, menyuga kirganimizdan keyin birinchi funksiya bu timer. Buni o'zingiz xohlaganingizga qo'yib olishingiz mumkin. Endi buni oldiga qarab yurishimiz kerak biz. 4 ni bosamiz, oldiga qarab yuradi. 2 ga keldik. 3, 4, 5, 6. Bizga 6-funksiya kerak. Bu ochiq, mana off. Buni endi yoqish uchun birinchi knopkani bitta bosib qo'yib olamiz. Mana 10 bo'ldi aka. Buni saqlanib qilish uchun 4-knopkani bosib turamiz. O chicha vaqt ketadi, u saqlanayotgan. O saqlanib bo'ldi. Good, yaxshi. Endi buni ochib tekshirib ko'ramiz akalar. Mana eshigimiz yopiq, hamma eshiklar yopiq. Ochsak, mana endi avvalingi funksiyalar yo'q. Avvalingidan yo'q.